Assalomu alaykum qadri baland qadrdon podpischilarimiz, ahli musulmon ahlidan bo'lgan barcha qarindoshlarimiz, aka ukalarimiz, opa singillarimiz, hamma kasa jonlaringiz sog'mi? Uydagilar, hamma bola chaqa, internet platformasidagilar. Yaxshimisizlar? Insta bloger, TikToker, YouTuber va boshqa kasbda bo'lganlar, aka ukalar, opa singillar, hamma kasa jonlaringiz sog'mi? Sog' salomat yuribsizlarmi? Akalar, ukalar. Bu dunyo shunday dunyo ekan. Omading kelsa, hammaga akasan, hammaga ukasan. Bu dunyoda kimdaki omading bugun seni omading ketsa, sen kimsan deydigan zamon kelib qolibdi. Aka ukalar, xo'p, men Sayyod TV'ni admini Suhrobman, Suhrob blogerman. Xo'p, men havas qilib boshlaganman o'z yo'nalishimda. Bu yerda blogerlarda ichida katta blogerlar bor. Xo'p, Sherzod Musofirlar bor. Adelni aytib o'taman. Guliston TV bor. Qizalobod TV bor. Sayfiddin TV bor. Men biladigan katta blogerlardan, Tojikiston blogerlaridan. Xo'p, Ulug'bek Alimov bor. Farhod Abirov va Bahrom Pardayevlar bular hofiz. Auditoriyasi o'ziga yarasha YouTube'da yo TikTok'da bor. Lekin konkretni blogerlardan men bloger deb tan olgan, hurmat qilgan yo'nalishidan yo'l olganim bu Guliston TV bo'ladi. Va Sherzod Musofirlar bilan Guliston TV original blogerlardan kattasi. Bu yerda bizni hurmat qilib, har doim podishka qilib keladigan ukamiz bor, Samariddin. Ham diktor, ham elektrik degandan bir yigitga 40 kasb hunar oz deydilar. Men Sayyod TV'ning admini bo'lsam, Suhrobman. Xo'p, shularga havas qilib 1 yil oldin boshlagan bo'lsam, goh o'zim video qo'ydim, goh shortsdan qo'ydim, goh yana bir video qo'ydim. 70 ming podpischik bilan 70 ming podpischikka chiqqan edim, aka ukalar. Ayrim sabablarga ko'ra bir jalva olibmiz. YouTube'imizni 90 kunga mahkamlab qo'ydi. Hozircha bizda aytadilar-ku, kambag'al topsa qayerdan topding? Boy topsa seni bilardik bo'lib ketishingni. Sening avloding bo'ladigan odam edi deydi. Shunday bo'lyapti-da do'stlar. Shuning uchun bitta poddeshka kutib qolamiz. Hofizlardan, tiktokerlardan, blogerlardan, diktorlardan, hamma kasa aka ukalar, kimda kim inshaalloh mening saytimda o'tib Sayyod TV 2 ni poddeshka qilsa, inshaalloh men ham poddeshka qilaman har bir saytiga o'tib qo'llab-quvvatlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jonlaringiz omon bo'lsin akalarim. Shu inshaalloh men ham o'tib saytlariga repost bosaman, kommentariya qilaman. Agar TikTokda bo'lsa-da like qo'yaman. Inshaalloh hammasini bitta o'tib do'stlar qo'llab-quvvatlayman. Xoh hofiz bo'lsin, xoh TikToker bo'lsin, xoh prostay odam bo'lsin, kimda kim o'tib meni saytima o'tib meni qo'llab-quvvatlasa Sayyodikini. Inshaalloh men ham o'tib har birining saytiga javob qaytaraman. Inshaalloh gapimga javob qaytaraman. Xo'p, nima deymiz? Shunday zamon bo'lganda hozir sen agar salgina egilsang, tamom dumalab ketdi deydi. Lekin salgina ko'tarilsang, sen hammaga keraksan. Ne tolka o'zingning do'stlari, aka ukalaringga hammaga keraksan. Agar salgina egilib qolsang, salgina hayotda qiynalib qolsang, sen hech kimga kerak emassan do'stlar, hech kimga, bilib qo'ying buni. Hech kim qabul qilmaydi bizni. Shuning uchun bu hayotda to'g'ri yashash kerak, to'g'ri harakat qilish kerak. Hurmat qilish kerak. Kimda hurmatga dastoyin insonlarni hurmat qilib, like qilib, videolarni repostga chiqarib, qo'llab-quvvatlab turish kerak. Millatchilik qilmaslik kerak. Inshaalloh Rahmonur Rahim biz hammamiz musulmonmiz. Musulmon bo'lib tug'ilganmiz. Hammamiz payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatlarimiz. Inshaalloh bir-birimizni qo'llasak, aka-ukalar, hammamiz olg'a qarab ketaveramiz. Bugun men 10 mingta podpischikli bo'lib, yo 5 mingta podpischikli bo'lib, yo mening videolarim yaxshi like olyapti, materialyapti. Bu kim edi yangi chiqqan deb biz buni surib qo'yaversak, akalar, ukalar, hech kim bo'lmaymiz biz. Hech kim bo'la olmaymiz.
Kuch birlikda do'stlar. Qo'llab-quvvatlab turaylik inshaalloh bir-birimizni. Bor ayrim sabablar, ayrim odamlar bor. O'zidan zvizdani yasaganlar bor. Balkim bir xil haqiqatdan ham podpischiga ko'pligidan uspet qilmaydi. Lekin ayrimlarni tepam bor zvizda yoqqan o'zidan. Daysi sening kommentariyang kirib o'qishga vaqti bo'lmaydi. Biz ulardan xafa emasmiz. Biz ulardan xafa bo'lmaymiz, xafa bo'lishga ham arzimaymiz. Biz ularni bir xili bizdan kichkina, bir xili bizdan katta, lekin biz ularni yo'lida ketyapmiz. Aka deganmiz, uka deganmiz, ustoz deb qabul qilganmiz. Bir xili tiktoker, bir xili insta bloger, bir xili bloger, bir xili hofiz. Har kim o'zining auditoriyasi bor. Har kim o'zining auditoriyasi bor. Bu yerda aytmoqchi Ilhom bloger bor. Yana bitta tojikistonlik. Men u bolani rosti qayerdanligini bilmayman. Tojikiston qayerdanligini, lekin uning videolarini ko'rib kuzatib boraman. Inshaalloh hammalaringiz agar qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, hofizmisizlar, xoh diktor bo'ling, xoh boshqa bo'lingizlar, inshaalloh biz ham, inshaalloh rahmonir rahim, biz ham o'tib videolaringizni like, repost, kommentariya qilamiz TikTokda bo'lsa. Agar YouTube'da bo'lsa, inshaalloh videolarni ko'rib, biz ham kommentariya qoldiramiz. YouTube'da like bosamiz kengroq tarqashi uchun. Xoh Qovadiyondan bo'lsa, xoh Tojikistonning bu burchagida bo'lsa, xoh u burchagida bo'lsa, kim bo'lsangiz ham, xoh boshqa mamlakatda bo'lsa, bizni hurmat qilib, podpisatsiya qilib, yordam qo'llab-quvvatlab tursa, inshaalloh biz ham ularni qo'llab-quvvatlab turamiz. Nima deymiz akalar, ukalar? Bu dunyo yolg'onchi dunyo, bu foniy dunyo. Bir-birimizni ekzamen qilib. Bugun bormiz, erta yo'qmiz. Kim bilan ertadan oramizda qaysimiz bor, qaysimiz yo'q. Shuning uchun bir to'y maraka qilganda, bir boshqa qilganda o'tib yordam berib, qo'llab-quvvatlab turaylik. Bu ma'naviy tomondan, moddiy tomondan yordam bera olmasak, ma'naviy degandan fizически yordam beraylik. Bir to'y qiladi, to'y hasham qilsa, telefon qilsa, akalar, ukalar, to'y qilyapman. Hech bo'lmasa uyiga borib, xonadoniga borib yordam berishga arziymiz-ku. Biz tirik insonlarmiz. Lekin o'zimizdan zvizda yasaymiz, bir xilimiz, kibr yasaymiz. Dajoda bir salom alaykum bo'lsin. Kecha kim eding? Bugun kim bo'lasan sen? Ertaga kimsan? Hech kim bilmaydi. Buni yolg'iz Allohim biladi, yolg'iz Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Bizlar ham hech kimmiz. Zvizda ham yo'qmaymiz biz o'zimiz. Biz ham sizlardek oddiy insonmiz. Hurmat qilganni hurmat qilamiz, izzat qilganni izzat qilamiz, hurmat izzatini joyiga qo'yamiz, akalar, ukalarim. O'tib saytimizga podpisatsiya qilib, inshaalloh qo'llab tursa, biz ham qo'llab turamiz. Har bir insonni, bu kim bo'lishidan qat'iy nazar, blogermi, hofizmi, tiktokermi, youtubermi, insta blogermi, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Biz ham xizmatda, diktormi, kim bo'lishidan qat'iy nazar do'stlar, qaysi kasbda bo'lishi mumkin. Internet platformasiga tushibpa, akalar, ukalarim, internet platformasiga tushibpa. Inshaalloh biz ham harakat qilamiz, qo'llab-quvvatlab turishga. Biz o'zimizdan zvizda yasashni. Leshni men o'zimdan zvizda yasashni xohlamayman. Hali men zvizda bo'lib ko'tarilmaganman. Inshaalloh rahmonir rahim. Bir narsada do'stlar, fake uchun, men obro'y uchun o'rin ko'tarmayman. O'rin ko'taradigan bo'lsa, bugun harakat qilasiz, pulga sotib olsangiz ham bo'ladi o'rinda. YouTube'da ham, TikTok'da ham, hamma narsada o'rin bor. Yo'q, men harakat qilaman o'zim mehnatim bilan. Mehnat bilan inshaalloh rohatga erishamiz. Do'stlar, meni ko'p o'zimni podishka qilib turgan qoidalarim bor. Ko'p. Assalomu alaykum hammasi, hurmatli sizlar akalar, ukalarim. Samaridin, brat, gap yo'q, addishiz, mujiksan sen. Отдельно senga gapirib o'taman shunday. Men hech kim edim. Meni to'g'ri internetga chiqib kelgan edim, lekin hech kim tanimasdi. Samaridin qo'llab-quvvatlab shuga yetib. Assalomu alaykum va rahmatulloh.